Baliq tutmoqchi bo'lgan vaqtingizda og'zi ochiladi-yu, xuddi shunaqangi bo'lib. Mana qaranglar. Gentra mashinasini korobkasi yaroqsiz holatga kelib qolgan. Hozir biz Umidjon bilan bitta narsaga boshimiz qotdi-da. Umidjonga aytdimki, Umidjon dedim, bu bordyurgacha ketibdi. Shuni hisobiga singan desam, Umidjon aytdiki, ustida dedi, umuman bir udar bo'lgan joyi yo'q-ku buni dedi. Shilinib ketish kerak yoki qirilib ketish kerak deding-a shuni. Birinchi o'rinda mana bu yerdan sinadi, mana bu yerdan sinadi. Qarang, tiniqligini, bo'g'larigacha uzurdir. Hech qayerga hech qanaqangi ziyon yetmagan, lekin mana korobkani qaranglar, qo'rjiqlari polni bo'linib, ajralib ketgan. Lekin udar tekkan joyi yo'q. Ajoyib-da. Men juda ko'p guvoh bo'laman. Avariya bo'lgan vaqtda insonni aqli olmaydigan hodisalar yuz beradi. Ya'ni nahotki shu bo'lishi mumkinmi deb o'ramanda, ko'p holatlarda ko'raman. Nahotki shu narsa bo'lishi mumkin deb o'zim ham taajjublanib, ajablanib qolaman. Xullas, qo'rjiqlar polni singan. Korobkani almashtirishlik shart emas. Qo'rjiq boshqa qo'yamiz. Ichki detallarini ko'p qismi o'zi butun bo'lganligi uchun o'zini qoldiramiz. Boshqa qo'rjiqga ichidagi detallarni yig'ib, xudo xolasa ishlarini cho'tki qilib bajarib beramiz. Agar siz ham avtomat korobkangizda muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasiz. Xudo xolasa avtomat korobkaning ichki qismidagi любой muammosini inshaalloh bajarib beramiz.